Video davomida sokil detallari haqida sizlarga ma'lumot berib ketaman. Juda ko'pchilik birinchi marta ish tushib turganlar nima nomlanishini bilishmas ekan, ko'rishlar mumkin. Mana bu detal 0 deyiladi va burchatka yokida pol kafellar bilan tekis bo'ladi. Mana shunga olib o'rag'in olinadi. Undan keyingisi ekran, ko'rishlar mumkin. Ekran deyiladi. Bunda chaqlov faska bo'lmaydi. Oddiy. Ikkinchi detalimiz 7 lik, ko'rishlar mumkin. Yarim oy shaklida chaqlangan, mana ko'rsatib beryapman. Ikkinchisi 3 cm lik to'rtburchak qilib faska qilingan. Bu to'rtburchak bu yarim oy shaklida deyiladi. Mana bunisi yana yarim oy shaklida 9 lik detal. Va qopqog'imiz obmanka qilingan, ko'rishingiz mumkin. Orqasida yo'q, faqat 3 cm kesib olingan. Va bu obmanka bo'lgan, chaqlovi ikkitalikka yuradi, ko'rishingiz mumkin. Araz 2 bilan Binfix bilan qilib chiqqanmiz, juda chiroyli chiqqan. Binfix juda yumshoqligini hisobga mana bunday choki millimetr bo'lib ketgan. Qopqoq Pluntusda asosiy vazifasi bu devorni qorayib ketmasligi va zax tepaga o'tib ketmasligini oldini olish uchun. Sokilga hech qanaqangi hasham bir nima qo'shmaydi, chiroy qo'shmaydi. Faqat mana shu o'zining asosiy vazifasi bor. Nolda ham xuddi shunaqa o'zining vazifasi bor. Ya'ni sokilda chiroyli ochishdan tashqari hovlingizni bitta urovingga olgani ham ishlatiladi va sokilingiz ham ideal chiqadi. Bag'riga kafelni terib ketaverasiz. Keyin yana bitta narsa bor. Razmer berayotganda qopqog'i bilanmi, pluntusi bilanmi shu narsaga ahamiyat bering. Misol uchun mana shu qopqog'igacha 60 cm, pluntusigacha esa 70 bo'lishi. Eslatma o'rnida mana bu detallar qancha ko'p bo'lib, qancha ko'p faskalar ko'paygan sari narxi oshaveradi. Baland pastligiga qarab, mana shu faskalar qancha ko'paysa, chunki bular har bir metri pul hisoblanadi va detallar ham mana shu razmeri baland pastligiga qarab o'zgaradi. Zakaz berayotganingizda mana shu narsalarga ahamiyatliroq bo'ling. Videomiz manfaatli bo'lishi uchun do'stlaringizga yuborib qo'ying.